Oyajonim keldi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hojam olib keldingiz. Bitta yaxshi inson sizlarga go'sht berib yubordilar. Analiz javoblariga qaraganda siz yuragingizda qon aylanishi yaxshi emas. Iloji boricha tezroq operatsiya qilishimiz kerak. Doktor, bunda ruxsat bersiz. Men bir o'ylab ko'rib, yana kelaman. Mayli. Lekin har bir soniya muhim. Ya xonning. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling olib kel. Yaxshilar. Rahmat. Go'sht kerak edi. Qo'y go'shini olib go'shinglar. Kilo mana lahm go'shtidan bering. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga mana shu suyagingizdan 300 gram berib yuboring. Hop. Singlim, bu suyni nima qilasiz? Bolalarimga sho'rva qilib beraman qaydan. Buni go'shti ham yo'q-ku. Go'shtdan chiqsa bo'ldi. Suvga non botirib yeyishar. Mana ol. Singlim, mana shu go'shtni oling. Rahmat. Uyga olib borib bolalaringizga yaxshi ovqat qilib berasiz. Rahmat. Rahmat. Mana shu pulni oling. Shu ayolga har hafta 2 kilo go'sht berib bering. Hop Kam bo'ladi. bo'lsa menga telefon berasiz. Oyajonim keldi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hojam olib keldingiz. Bitta yaxshi inson sizlarga go'sht berib yubordilar. Hozir men sizlarga zo'roq qilib beraman, xo'p? Faqat undan oldin o'sha yaxshi amakini haqqiga duo qilamiz, xo'p? Ilohim amin. Siz bizani siyladingiz, sizni Allohim siylasin. Ilohim sog' salomat yuring. Amin. Alloh. Ketdik. Yo tavba. Bo'lishi mumkin emas. Siz meni sinayapsizmi? Nega unaqa deyapsiz? Oldingi analiz javoblaringizga qaraganda bugungisi juda ham yaxshi. Qon aylanishlari joyida. Siz soppa-sog'siz. Evazsiz qilingan yaxshilikning javobi ko'p kuttirmaydi.